Üçüncü bab. Sardistiki e'tiqodchilar jamoatchiligining farishtasiga mundaq yoz. Xudoning 7 ro'yiga va 7 yulduzga ega bo'lg'uchi mundaq deydi. Sening amaliyatingni bilaman. Hayot jamoatchilik deb nom elibsan, lekin o'liksan. Shunga uyqungni ichib, kichikkina ham yo'qab ketish oldida turgan e'tiqodingni kuchayt. Chunki Xudoyim oldida amaliyatingning texi tugal emasligini bildim. Shuning uchun anglagan va qabul qilgan ta'limlarni esingda tut. Bularga amal qil, tavba qil. Agar o'yg'onsang, mening kelishim sana xuddi o'g'rining kutilmagan vaqtda kelganidek tuyuqsiz bilinadi. Mening keladigan vaqt soatimni hargiz bilolmaysan. Lekin oranglarda o'zlariga dog' tekkizmagan yana bir nechaylan bor. Ular oq to'n kiyib, men bilan billa yuridi. Chunki ular buningga loyiqdir. G'alaba qiluvchilar mana shundoq oq to'n kiydi. Ularning nomini hayotlik daftaridan hargiz o'chirmayman. Ularning nomini Otam Xudoning va uning farishlarining oldida ochiq e'tirof qilaman. Muqaddas ruhning jamoatchiliklarga deganlarini qulog'inglarda ching tutinglar. Filadelfiyadagi e'tiqodchilar jamoatchiligining farishtasiga mundaq yoz. Muqaddas va shanchilik qo'lida Davudning oshqichi bo'lgan ishni ochsam hech kim yapolmaydi. Yapsam hech kim ocholmaydi deyichi mundaq deydi. Sening amaliyatingni bilaman. Kuching ojiz bo'lsa-mu, ta'limimga amal qilding va nomimni inkor qilmading. Shuning uchun oldingda hech kim yapamaydigan bir ishni echib qo'ydim. Qara, shayton guruhidagilarga o'zlarini Yahudi deb otib olgan, amaliyotda Yahudi emas aldamchilarni shundoq oqibatga qoldirmanki, ular kelib sening oyig'ingga yiqiladi va mening seni yaxshi ko'rdiganligimni ko'rdi. Bardoshlik berish haqidagi amrimga amal qilganliging uchun bu dunyodagi insonlarni sinash maqsadida butun yer yuziga baloyi ofat tushirilgan vaqtda seni uningdan qo'g'dab qolaman. Tuyuqsiz keliman. Tojingni boshqalarning tatvamosligi uchun o'zingda bor bo'lganni ching saqla. G'alaba qilg'uchini Xudoning ibodatxonasiga to'g'ri qilaman. Bundaq odam u yerdan aslo ketmaydi. Uning vujudiga Xudoyimning nomini, Xudoyimning shahrining nomini, ya'ni arshdan Xudoning yenidan tushadigan yangi Yerusalimning nomini va mening yangi nomimni yozaman. Muqaddas ruhning jamoatchiliklarga deganlarini qulog'inglarda ching tutinglar. Laodikiyadagi e'tiqodchilar jamoatchiligining farishtasiga mundaq yoz. Amin atalg'uchi, ya'ni sodiq va ishonchi guvochi Xudo yaratgan mavjudotlarning manbasi mundaq deydi. Sening amaliyatingni bilaman. Sen e'tiqodda so'g'uq emas, qizg'inmi emas. Ya so'g'uq, ya qizg'in bo'lsangchi kashki. Sen ya so'g'uq, ya qizg'in emas, balki ilmon sudak bo'lganliging uchun seni og'zimdan tükürib chiqarib etaman. Boyman, bayashotlikda yashayotman, hech narsaga hojat emasman deysan. Lekin bechora, ichinishliq, namrat, ko'r va yalang'och ekanligingni bilmaysan. Shunga boy bo'lishing uchun o't bilan
tavlangan altın, yalıngaçlık aybini yipişin üçün, kiydigan ak kiyim keçek, körüşün üçün közringə sürtüdüğan məlhəmləni, məndin setvelişinni tavsiye qılıman. Mən özüm yaxşı gördüğan kişilərinin həmmisini aybini körüstüb tərbiyələyman. Şunun üçün qızğın bolup, günahlarınğa tövbe qıl. Qara, mən hazır şik olduda turup, işini qeqivatıman. Əgər biri avazımni anlap, işini açsa, onun yeniği kirman. Mən onun bilen, umu mən bilen billa g'izalınıdı. Mən g'aliba qilib, atamның taxtida onun bilen billa o'ltirdim. Şunun üçün mən mu g'alaba qiluvchilarga taxtimda mən bilen birga o'ltirish huquqini beraman. Muqaddas ruhning jamoatchiliklarga deganlarini qulug'inglarda ching tutinglar.